Qani oyim, aka, qani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyijon, yaxshimisiz? Salomatga va bolajonning tuzimsan? Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. O'zing tuzimsan? Ha, rahmat, Allohga shukr, yaxshi. Ha, sekin. Ha, o'zing kelding. Ha, aylanib bir sizni ko'rib ketdim-da. Nevarar olib kelmabsan-da. Ular uyda qolishdi, keyin safar olib kelaman, xudo xolasa. Bugun yaxshimi? Mana hammamiz jam o'tirardik. Ha, keyin safar xudo xolasa. Ha, mayli. Kelinim tuzimmi? Ha, rahmat. Aka, shundoq qarab o'ring. Ha? Qarab o'ring. Ha, choy ichmaysizlarmi? Ha, gapingiz kerak. Ha, bo'pti. Ha, mayli. Ham tinchlikmi? Ha, tinchlik aka, tinchlik. Shu siz ozgina pul yig'ib qo'ydim. Shu oyimni umraga jo'natsak dedim. Otam o'ldi, otasi sizdan maslahat so'ray dedim aka. Yaxshi o'ylabsan. Mana ancha oldin o'ylagandim, lekin o'zingning xabaring bor. Mablag'dan sal siqilib turibman. Ha, tushunaman aka. Endi ukam onam shu yerda. Onam yosh. Sen yosh oilasan. Yangi biznes boshlagansan. Ozgina rivojlantirib ol biznesingni. To'la katta xasga jo'natamiz. Men tanishim bor, o'zim gaplashib qo'yaman. Xo'p, sen behasolat pulingni aparatingga ishlatib tur. Ha, bu bo'ldi aka, shunaqa qilmasin. Xo'p, faqat onam bilmasin. Ha, bo'ldi, aytish yo'q. Sürpriz qilamiz. Sürpriz qilamiz. Mana aka. Nima bu? Shu oyimni hajga jo'natishga pul aka. Men sizga topib keldim. Endi siz menga oyimni topib bering aka. Aka, oyimni topib bering aka. Qani oyim, aka, qani. Yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli nolasi, ko'zlarim sog'inch jalasi, onam. Hasratlarin ichga yutgan, dardim aytolmay berkitgan, meni kelishim zor kutgan onam. Endi ukam onam shu yerda. Onam yosh. Dardim aytolmay berkitgan, mening kelishim zor kutgan onam. Onam. Yuzlar yorug' oyligim, mening yo'qotgan boyligim. Yuzlar yorug' oyligim, mening yo'qotgan boyligim.